boshladik. Unday bo'lsa, xo'p, birinchi navbatda, ya'ni biz present perfect simple da qanaqa holatlarda ishlatamiz va nima uchun, ya'ni present perfect simple ni, xo'p, ya'ni adverb of frequency degan joyi bor, ya'ni payt ravishlari, shu joylarni sizlarga tushuntirib beraman. Present perfect simple, ya'ni hozirgi tugalangan oddiy zamon. To'g'rimi? Endi buning ishlatish qoidasi. Hozirgi tugalangan oddiy zamon. Mana. Endi buning, ya'ni qaysi holatlarda ishlatamiz, nima bo'ladi, nima yo'q, hammasini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, birinchi navbatda buni formulasini sizlarga to'xtaladigan bo'lsak, bilasizki, ya'ni subject plus xo'p, have has plus verb 3 edi, to'g'rimi? Plus complement plus modifier edi, modifier edi. Ana mana shu holat present perfect simple ni, ya'ni formulasi, umumiy formulasi shu edi. Endi sizlarga, ya'ni qachon ishlatamiz, qanaqa foydalanuvchilari bor, hammasini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, birinchi navbatda ever. Ya'ni ever so'zi, ya'ni faqatgina, ya'ni so'roq gaplarda ishlatamiz. Hech qachon, mana hech qachon yoki biror marta degan ma'noni bildiradi. Esan chiqarmang. Faqatgina qanaqa gaplarda ishlatamiz? Ya'ni so'roq gaplarga nisbatan ishlatamiz. Esan chiqarmang. Mana shu holatda ishlatar ekanmiz. Endi bunga bitta misol yozadigan bo'lsak, ya'ni bilasizki, have you ever been to Samarkand? Hop, Samarkand deylik, mana. Siz biror marta yoki hech qachon, o'zi qarang, siz biror marta desak bo'ladi, yoki hech qachon siz Samarqandda bo'lganmisiz deb aytyapmiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu holatlarda biz nima ishlatar ekanmiz? Ya'ni ever so'zni faqatgina so'roq gapda ishlatar ekanmiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi never so'zi, endi biz bilamizki, hech qachon deb tarjima qilamiz. Faqat endi bu qanaqa gaplarga? Inkor gaplarga nisbatan ishlatamiz. Ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana shu holatlarda ishlatar ekanmiz. Xo'p. Ishlatamiz, Endi mana qarang. Endi bu faqat o'zi inkor gap. Hech qachon never so'zi turgan paytda siz yana bitta not so'zini qo'shishingiz mumkin emas. Chunki xato bo'ladi. Esdan chiqarmang. Buzoqcha I have never seen show. Va bu filmni, bu ko'rsatuvni hech qachon ko'rmaganman deb ishlatyapsiz va inkor ma'noni bildiryapti. Ever esa so'roq ma'noda ishlatamiz. Hech qachon deb tarjima qilamiz, biror marta deb tarjima qilamiz. Ammo u so'roq gaplarga nisbatan ishlatamiz. Never esa faqat inkor ma'noni bildiradi. Shuning uchun, ya'ni esdan chiqarmasligingiz kerak. Keyingi navbatda qarang. I have not never ishlatadigan. I have not never driven a car deydigimiz ekan. Bu yerda gap xato bo'ladi, chunki never bilan notni hech qachon ishlata olmaysiz birgalikda. Yoki notni ishlating, yoki never so'zini ishlating. O'shaning uchun biz notni bizga kerak emas. O'shaning uchun mana shunday holatlarda sizga test tushib qolsa, shu joyda ikkilanib qolmang degan maqsadda sizlarga tushuntirib beryapman. Xo'p, keyingisi just endi hozirgina deb tarjima qilamiz. Xo'p, tarjima qilamiz va yaqinda endigina bo'lgan ishga nisbatan ishlatamiz. Yaqinda va endigina bo'lgan ishga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana yaqinda va hozirgina sodir bo'lgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun I have
just eaten. Men yaqindagina ovqat yeb bo'ldim deydigan bo'lsangiz mana I have just eaten desangiz just so'zini perfect zamon ishlatasiz va just so'zi present perfect simbolni signal so'zlardan biri ekan. Yoki yana bitta isbot ishlatamiz. She has just arrived deydigan bo'lsangiz u yaqindagina yetib keldi deydigan bo'lsak mana she has just arrived ishlatasiz va just so'zini faqat gapning o'rtasida ishlatasiz. Hech qachon gapning oxirida, gapning boshiga chiqarib qo'ymaysiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi already ya'ni allaqachon deb tarjima qilamiz. Qachon deb tarjima qilamiz. Esdan chiqarmang. Va inkor mana va bu gapni xohlagan bitta gapga ishlatamiz. Darak bo'lishi yoki boshqa bo'lishi aynan shart emas. Ya'ni kutilgan ish tezroq bo'lib o'tib ketganini bildirish uchun ishlatamiz. Esdan chiqarmang. O'sha allaqachon men bu narsani ish bajarib bo'ldim. Allaqachon men ovqatlanib bo'ldim deysizga, to'g'rimi? Shu ma'noda ishlatamiz. O'sha we have already finished the test deydigan bo'lsak, men allaqachon testni bajarib bo'ldim. Mana ko'ryapsizmi? Va already gapini ham, ya'ni gapning o'rtasida ishlatamiz va gapning kamdan kam holatlarida gapning oxirida ishlatamiz. Misol uchun bu holatda qachon ishlatamiz? Mana qarang. She has finished her homework already. Ko'rasizmi? Ya'ni already'ni oxirida ishlatamiz. Endi hech qanaqa ta'siri yo'q, ammo lekin bitta narsani esdan chiqarmang. Hamma narsa o'zini o'rnida bo'lgani yaxshi. O'shaning uchun already'ni gapning o'rtasida yoki oxirida kelib qolsa, ikkilanib qolmang. Ya'ni hech qachon muammo emas degan ma'noda ishlatyapman. Hech qachon gapning boshida ishlatmaymiz. Esdan chiqarmang. Yetni hali ham allaqachon deb tarjima qilamiz. Esdan chiqarmang. Va inkor va so'roq gaplarga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmang. So'roq va inkor gap ekan. Ya'ni buni yetni biz darak gapda ishlata olmas ekanmiz. Misol uchun I haven't done my homework yet deydigan bo'lsak mana. Ya'ni men hali ham uy vazifamni bajara olmadim deyapsiz. Yoki so'roq shaklida have you finished the exam deydigan bo'lsak, exam yet. Hozir exam yet deydigan bo'lsa so'roq shaklida bo'lyapti va gapning oxirida so'roq gap ishlatamiz. Qarang. Siz hali ham ya'ni imtihon tugatmadingizmi yoki tugatdingizmi yoki tugatmadingizmi degan ma'noda ishlatyapmiz. Ko'ryapsizmi? Ya'ni yetni shu holatda ishlatyapsiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi yana bitta so'roq, ya'ni kal so'zdan biri, ya'ni recently yoki lately. Ya'ni buning ma'nosi nima? Yaqinda deb tarjima qilamiz. Yaqin ikkalasi ma'nosi bir xil, faqat fikrlashni qarang. Ya'ni buni joylashuvi. Yaqinda deb tarjima qilamiz. Ya'ni gap oxirida yoki ya'ni have hasdan keyin ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Recently yoki lately gapning oxirida yoki ya'ni gapdan, ya'ni have hasdan keyin fe'l yordam shaklidan keyin ishlatamiz. Ya'ni buni yaqin o'tmishda bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Yaqin o'tmishda bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqaraman. Yaqin o'tmishda sodir bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun I have recently started a new job deydigan bo'lsak, men deyapsiz, men yaqinda yangi ishimni boshladim deyapsiz mana. Started new job deb ishlatyapsiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu holatlarda I have recently
started a new job ishladingiz. Yoki she has worked a lot lately. U yaqinda ko'p ishladi deydigan bo'lsak, worked a little deb ishlatasiz. Mana shu holatlarda muammo emas. Mana shu ko'ryapsiz, mana shu holatlarni esdan chiqarmasligingiz kerak. Keyingisi aynan present perfect simple ni urg'u beradigan joylardan biri biz for yoki since so'zlari ekan. Ya'ni for since so'zlari ikkalasi ham ma'nosi ya'ni dan beri deb tarjima qilamiz. Esdan chiqarmang. Dan beri deb tarjima qilamiz. Qolganlarda ko'ryaptimi? Xo'p, ba'zilarda ko'rmayotgan ekan, ba'zilarda ko'rayotgan ekan. Yaxshi. Mana. Yana for since ni ishlatish qoidasini qarang. For since ni, ya'ni dan beri deb tarjima qilamiz, esdan chiqarmang. For qarang. Ikkalasi asosiy farqlash kerakda, qarang. For ni qancha vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun for 2 days deydigan bo'lsak, yoki for a year deydigan bo'lsak, bir yildan bir. Aynan bir yilni vaqti bormi sizga? Aynan bir yilni vaqti bo'lmagani uchun, ya'ni vaqtga nisbatan ishlatyapsiz. Aniq bir vaqt emas. Ya'ni aynan qaysi yildan aniq bitta vaqt bermayapti-da. Uchun bir yildan beri deyapsiz. Biz uchun hozir 2026-yil bo'ladigan bo'lsa, bir yilni oladigan bo'lsa 2025 deysiz. Ammo lekin qaysi vaqtdan boshlab? Maydami, iyunmi? Aynan vaqtligi noma'lum bo'lgani uchun for ni ishlatasiz. Esdan chiqarmang. Keyingisi since. Qanchadan beri sodir bo'lgan ish harakatini ishlatamiz. Qanchadan beri sodir bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana since qanchadan beri sodir bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun since 2020. Aniq 2020-yil bormi? 2020-yil bosh bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Aniq vaqt bor, esdan chiqarmang. Since Monday. Biz uchun aynan dushanba kuni bor, bilasiz. Mana shu holatlarga nisbatan since I was born deydigan bo'lsak, born was a child, child deydi. Mana men bolaligimdan beri deydigan bo'lsak, mana since ni ishlatyapsiz, esdan chiqarmang. Chunki aniq birta ish harakat bo'lyapti-da bu yerda. Aniq bolalik paytingiz aniqligi uchun, ya'ni sizni 5 yosh, 6 yosh deb ishlatyapsiz. Endi ikkalasiga bitta misol ishlatamiz. Ya'ni I have lived her for 5 years. Qarang. Ustoz bu yerda ba'zilar aytishi mumkin, for da misol uchun biz vaqtlarni aniq bitta vaqtga nisbatan ishlatamiz deyapsiz-da. Men bu yerda 5 yildan beri yashayapman deyapsiz. To'g'ri. Endi qaysi 5 yil? Aynan mana shu 2020-yilda aniq bitta 5 yil bormi? Aynan qaysi 5 yilligini ya'ni aytmaganingiz uchun biz ya'ni for ni ishlatyapmiz. Aynan shunga nisbatan qarang. Keyingisi she has worked her since 2019. Bilasizmi? 2019-yildan beri u bu yerda ishlayapti deydigan bo'lsak, aniq vaqt bo'lyapti. Endi aytishingiz mumkin, ustoz bu yerda aniq kuni ham bormi deyishingiz mumkin-da.
Endi biz maydalashga borsak keragi yo'q, chunki aniqlik beryapmiz sizga. O'shaning uchun 2019 deyapti. Aniq yil borda, 5 yildan beri deymiz, siz qaysi 5 yil? Balki o'tgan yildagi 5 yil bo'lishi mumkin. Balki undan 2 yil oldingi 5 yil bo'lishi mumkin-da. Qaysi birini nazarga tutmagingiz uchun, aniq vaqt yo'qligi uchun bizda for ishlatyapmiz. Siz esa aniq vaqt bo'lgani uchun ishlatyapmiz. Agar yo'q, ustoz men buni ham bitta soddaroq ishlataman deydigansiz, agar no holati bo'ladigan bo'lsa, yana bitta holatni sizga tushuntirib bermoqchiman. Qaysi holat deysiz mumkin? Ya'ni for bilan since asosiy ajratib oladigan joy deysiz. Diqqat qiling, chunki bu so'zni hech kim sizga biz uchun aytib bermaydi. Mana shunaqa bo'ladi deb aytmaydi. Biz uchun ko'p kitoblarda biz uchun turli xilcha yozilganda, o'shaning uchun men sizga aniq bitta konkretni to'xtamga keltirib aytmoqchiman. Qarang. Forni hech qachon esdan chiqarmang. Ya'ni no holati bormi testingizda, ya'ni topolmaydigan shunaqa qiyin vaziyatlar bormi, qanaqa qilib topishingizni sirni aytaman. Forni aniq bir vaqtlar bo'ladi, ya'ni son bilan yozilgan sonlar bo'ladi. Biz uchunda son bilan yozilmagan narsalar bo'ladi. Biz uchun harf bilan yoziladi, to'g'rimi? Biz uchun 1996-yil deydi. Aynan 1996-yilni, biz uchun agar buni harf bilan qilib yozsa, ikkilamasdan forga olaverasiz. Agar 1996-yilni sizga yil qilib aytadi, ya'ni son bilan yozadigan bo'lsa, sizga olaverasiz. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi, qonun qoidalari borki, ingliz tilida for bilan since'da juda qiynalyapsizmi? Juda ham qiynalgan paytingizda for bilan since'ni ajratadigan joylari mana shulardan iborat ekan. Ya'ni qanaqa qilib ajrataman, bo'lmayapti, men juda yodlab olmaganman for bilan since'ni so'zlarini deydigansiz, yoki tushunib olishingiz kerak, yoki ana shu qoidalarga asosan bo'lishi kerak-da. Tushunib olsangiz, siz bitta baliqni ko'proq ushlaysiz degani, ya'ni qarmog'ingizda, agar siz yodlab oladigan bo'lsangiz, bu yerda esdan chiqarmang. Masalan, 30 ta baliq bo'ladigan bo'lsa, 30 ta baliqdan aynan 10 tasini tutasiz degani. 50-50. Agar nima yo'q holatda siz shu ikkinchi holatdan foydalansangiz bo'ladi deyapman. Qaysi holatda? Ya'ni harf bilan yozilyaptimi? Harf bilan yozilgan bo'lsa, siz forni olasiz. Son bilan yozilyaptimi? Since'ni olasiz. Ustoz bu yerda Monday so'zi harf bilan yozilgan-ku. To'g'ri, Monday so'zi harf bilan yozilgan, ammo lekin aniq kun borda bizda, dushanba kuni. Bizda 7 ta bor kunimiz. Ya'ni hafta kunlari 7 ta. O'shaning bitta kun bo'lgani uchun bizda muammo emas u hafta kunlarini. Ya'ni sizga for yoki since'dan nima qilishmang, u обязательно since bo'ladi. Hafta kunlariga nisbatan. Aynan mana shu holatlarda, hurmatli o'quvchilar, siz ikkilanmasdan shu testlarni yechishingiz kerak ekan, chunki обязательно shu testlar tushadi sizga. Tushunadimi? Xo'p. Aynan bugun tushuntirib bermoqchi narsam shu edi. Ya'ni present perfectni kerakli joylari bor edi. Aynan sizlarga hozir mana, ya'ni sizga hozir